أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وأصحابه عليهم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب الجمعة yuqoridagi darsimizda Kitabul İman'dan başlagan imanğa münasebetlik, imanğa alaqadar bolgan hadistin 42 hadisni tushundirib, tafsili bayon qilib o'tdik. Bugun o'quvchilar Kitabul Juma'dan boshladik. Uni yuqoridagi 42 hadisimizning ichiga namoz haqidagi, namozga munosabatli bo'lgan bu hadislarni kirib ketdi. Sababi namoz bir ma'noda iymon, bir ma'noda namoz. Alloh taolo va ma kana Allohu liyudi'a imanakum degan yerda asli liyudi'a salatakum demoqchi edi. Demak, salatni Alloh iymon ma'nosida keltirganligi uchun iymanga munosabatlik masalalar qatoriga tiqayotgansak bo'ladi va yoki namozni tilga ilish iymonning ichidagi umumiy bir tushunchani deb bo'lib, iymonning ichidagi bir turlikni alohida xos qilib chiqarib olsak bo'ladi. Bugungi dars mana Kitabul Jum'a. Fi labzil jum'a va ishtiqaqiha va ma'naha lughat. Jum'a degan bu so'zlik uning türlünüşü, ma'nosi haqida bir necha xil til, bir necha xil qarashlar bor. Demak, bu juma degan bu so'zlik nereden chiqqan, nim bo'lib paydo bo'lgan, türlünüşü-chi, ma'nosi-chi degan bu haqlarda tillar bor. Birinchi 4 xil ma'no ifodalanadi buningdan. Birinci el-cum'a bidammil mim ittiba'an lizammetil cim ve huvel meşhur ismun minel ictima' udifa ileyhil yevm ve salat sümme kesurel isti'mal hatta galebe alel yevm ve huzife minhu salat. Cum'a degan mimni o'qiymiz, jumu deb. Jimning pishig'i agashtirib, jim pish bo'lganlik uchun jum deb, jumu'a deb mandaq agashtirib o'qisak bo'ladi. Bu mashhur jumu'a degan bu talaffuz mashhur, asosan mushu bo'yicha ishlatiladi. İctima yig'ilish, to'planish, jug'ulanish degan ism bu. Bununla yevm salat idab kılınıp yevmul cuma, yevmul salat, yani cuguluşup okuyduğun namaz yoki odamlar cuguluşuduğun, yığılıduğun bir kun degan ma'noda. Agar yevmni jumaga izoh qilinsa, insonlar yig'iladigan, to'plashadigan, jugulashadigan kun degan nuqtirib bersa, yevmus salat degan jugulashib, to'plashib o'qiydigan namoz degan ma'noda bo'ladi. Endi bu yerda bir savol. Boshqa namozlarning hammasi jamoatlik o'qilganligi uchun buni alohida salatul juma deb atash nima uchun shunda bo'ladi? Buni yig'ilish namozi deyiladi desa, bu salatul juma haftada bir qitim keladigan, bütün musulmonlar bir yeza, bir nahiye yoki bir cho'ng doirada yashayotgan musulmonlar umuman keladigan va uni amal va shu yurtninki beshi bo'lgan, yurtni idora qilgan idorachisi bo'lgan boshliqlar, rahbarlar o'qiydigan ve haftalik yazıda bo'lgan har bir ishlarni musulmonlarga anlatadigan, muzokara qiladigan umumiy bir haftalik yig'in yoki yillik yig'in yoki oylik xulosa yig'inga o'xshagan bir shakldagi namoz bo'lganligi uchun buni alohida salatul juma deb tilga olingan va bu namozga ayrim tayyorliklar,
masalan yuyunuş, kiyimning pak-paklarını kiyish ve xushpuroq ishlatish, atirga o'xshagan har turli yasinish güzel şekilde bu xil holat bo'lganligi uchun bir xil bayram tusini o'z ichiga olgan bu. Summa kasura al-isti'mal hatta g'alaba 'ala al-yawm. Kin ishlatish salatul juma namozi juma kunida ishlatish ko'payib bu kunga ishlatilgan. Ya'ni yawmul juma. Mayli juma namozi o'qilsin, o'qilmasin, kun bo'ladi ekan, shu kun juma kuni bo'ladi ekan, uni yawmul juma deyilgan. Uningda namoz tashlangan, salatul jumani tashlanib, yawmul juma deyish bu umumiy bir istimalga aylangan. G'aluba degan g'olib keldi degan salatul juma deyishdan yawmul juma deyish eshib ketdi. Yuqori salmoqni egalladi demakdir. İkincisi el-juma. Aslida mimni sakin o'qish bilan keldi. El-jumada. Bu Cum'at degan fu'lat. Bunun vaznisi ölçümü Arap tili ölçümünde fu'lat. Ma'nosi maf'ul ma'nosida. Bu Bani Taym qabilasininki. Mekkede ishqil qabila va Bani Tamim, Bani Hijaz deydigan. Bani Tamim qabilasininki tili bo'yicha Jum'a bo'lib, vaznisi fu'la vaznisida. Ama ma'nosi çok mecmu' ma'nosida toplanadigan, jug'lanadigan, yig'iladigan degan ma'noda. Buning bilan Imom A'mashdan o'qilinganligi rivoyat qilingan. Ya'ni jum'ada. Jum'atning ma'nosi yawmul jum'a bo'lsa odamlar toplanadigan kun, ya'ni iningda toplanadigan kun. Yakin salatul jum'a bo'lsa uningda toplanadigan namoz demakdir. Toplanadigan kunni yawmul jum'a toplanıp okuyulgan namazı çoğu salatul cuma. Xuddi bu mesxir qilgan bir shaxsning o'zi bo'lgandek. Vuz'u degan vuz'at, fu'lat, mesxir qilmoq, mazaq qilmoq, ayıplamoq degan ma'noda vuzu ya'ni mesxir qilingan shaxs demakdir. Üçüncüsü Cuma meclisde kelgan. Cuma mimning pishi jimning pishi mimning zibri bilan juma. O bu fu'lat vaznida bo'lib, fa'il ma'nosidagi yig'iladigan kun demakdir. Ya'ni yawmul jami' to'plashadigan, jug'lashadigan kun. Bu lumaza degan o'xshaydi. Vaylul likulli humazatil lumaza. Hamiz, lamiz degan ma'noda, ya'ni masxir qiladigan, ayiblaydigan degan ma'noda. Buni o'qimada, bu jumaa deb o'qimoqlik. Agar deyilsa, qandoqmi ta bilan yig'ilish deganni jam'a bo'lsa yig'ilgan bo'ladi. Bu yerdeki jam'ani jam'at, jum'at deb ta bilan muannas keltiriladi. Valaniku muzakkar kunning yawm degan nima? Muzakkar bo'lganligi uchun bu yerdeki yawmul juma, ya'ni unda olganda al yawmul juma degan mavsufni sifatga zab qilgan qabiladan bo'lib, jug'lashadigan kun yoki jug'lanadigan kun degan ma'noda. Buning sifat turib ta bilan muannas qilinadi deyilsa, ta'nis uchun emas, balki mubalag'a uchun. Rajul allama degandagi o'xshagan. Masalan, rajul desakmi buning siyg'asini nima? Allam degan olmaydi. Sifatini allama deymiz. Imra'atun allama, rajulun allama, ya'ni yetuk ulama, doktor degan ma'noda. Yoki o soatning sifati bu yerda. O juma vaqti degan, shu vaqtning juma soati, juma salatul juma degan, saatul juma degan ma'noda. To'rtinchisi Cumia, mimning pishi, jimning pishi, mimning ziri bilan jumia. Buni Imom Zajjaj hikoya qildi. Buning ma'nosida yuqoridan chiqib ketmaydi. Ya'ni majmu' ma'nosi olsun,
yoki jami' ma'nosi bo'lsin, bundan chiqib ketmaydi. Vaqad ajma'al ulama ala anna yawmal jum'ah huwa allazi baynal khamis was sabt. Ulamalar juma kunisi payshanba bilan shanba oraliqdagi kun ekanligiga birlik keldi. Cuma kuni qaysi kun esa shanbadan burun, payshanbadan keyingi kun. واختلف في سر تسمية ذلك اليوم بهذا الاسم مع الاتفاق على أنه كان يسمى في الجاهلية يوم العروبة. O günne, şu günne bu isim, Cuma degan isim bilen ataşның sirri yani sirri degan hamma bilasizlar mazmuni, mafhumi yani sirrida ixtiloflashildi. Cahiliyette aruba deb atilganligiga birlikka kelishiladi. Cahiliyet o günni yevmul aruba deb qo'ydigan kundi. Yani aruba enning zibri bilan. Dilimde bu yerda nima uchun juma kun deb atalgan? Buningki bir mazmunisi, ma'nisi-chi. Biz dedik juma degan lafz türlenishi deb hamda hozir ma'nisi to'g'ri keldik. Ve summiya bizalik lanna xalq Adam jumu'a fi. Bunda atılışı çünkü Adem aleyhissalatu vesselam'nınki yaratılışı nimese ustuğunu şu günde juglangan. Zeminin her yerlerden juglangan deb bağı şu günde juglangan. Bu sözlerin sahihisi. Dilinde Ashab ibn Zurara Ansarlını Medine Munavver'ge Peygamber Aleyhisselam u yerga kelishdan burun shu kunda jug'lab ularga namoz o'qigan va u ashab ularga vaz-nasihat qilganligi uchun telindi. Shunga ular u kunni juma deb atagan. Ular u kunda ashabga yig'ilgan vaqtida telindi. Summiya bizalik li ijtima'an nas lis-salati fi. Bunda atilishi Summiya bizalik Cuma deb atilishi odamlar u kunda namoz o'qish uchun yig'ilganlik uchun atalgan. Endi li'anna kamal al-khalaiq juma'a fihi. Chunki bütün xaloyiqlar u kunda jug'langan qiyomat kuni shu ozli kunlikda jug'lanadigan bo'lganlik uchun deyildi. Har xil rivoyatlar bor va har xil qarashlar bor. Hammasiningki o'ziga yarasha dalillar bor. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى غد بعد غد. Abi Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi. U kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bunda deganligini anglagan. Biz dunyoga kelishda kim kelganlarmiz? Ya'ni dunyoning asosan o'tib ketib, oz bir qismisi qolgan chaqda dunyoga kelgan odamlarmiz. Oz bir qismida qiyomat kuni jannatga kirishda Hisab maydonidan tiz o'tishda, pul siratdan o'tib ketishda burun o'tadiganlarimiz dedi. Bu ummati Muhammad alayhisolatu vasallamning fazilatini bayon qilmoqchi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu so'zni birodarlar. Uni kelishda eng kin kelgandagi navbatda mingishdimi eng nima burun mingish kerak edi. Jannatga minishda. Ammo kelishda kin berishda burun mingishi bu millet shundoq bir fazilatlik millet ki burunqi insonlar tugutanmagan, qilinmagan, buzgan yerlarni hammani to'liqlab Alloh Rabbul alaminning oldida malaikalarning oldida faxrlangandek bir yashash uchun xuddi keyinman odam ilgirkilarningki buzib qolgan yoki bir xil xato qilgan yoki joyida qilinmagan ishlarni o'ngshaydiganga bo'ladi-ku. Qiyomat kunichi jannatga eng baldirib kirdik Allah. Ya'ni o vaqtda shu qazo maydonida uzun turadigan, jafoni tortadiganlar yana shular. Lekin ular kitobni bizdan burun bergan dedi payg'ambar.
Mana bu ulağa farz kılıngan gün bu. Ula o günde bölendi, parçalandı, ixtilaflaştı, talaşıp kaldı. Bizni Allah Subhanahu ve Teala hidayet kıldı. Her kandak işte talaştı, parçalandı, bölendi. O yerde bir nesi yok oldu. O ne ben? O şu nesige hidayet buraderler. Allah Subhanahu ve Teala'nın hidayeti ezelden ezel cemaatin yokup ketken emez. Bunu yine bilip alın. İslam'da hiçbir zaman cemaatin hidayet ayrılgan emez. Hidayet yok olgan emez. Ama şu bir cemaatinin içine kirse insan ana o cemaatinin birileri de birisi de ya ki köpleri de ya ki azları bulsun hidayet buluş sebebi bilen umumi Müslümanlar hidayet aslında kiridir. Ama parçalansıca parçalangan çağda hidayet kulli onun bulunmaydı. Yeni birisi gibi kulli onun bulunmaydı. Çünkü hidayet cemaat üçün, cemaat asasıda cemaat bilen mevcut bulduğun neyse. Şu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fehadanallah dedi bu yerde. Ula ihtilaflaştı ama biz birleştik. Fennâsu lenâ fîhî tebe'un insanlar bizge o gün hakkını erişidi. Yahudila ete şembe Nesarala ete dinkindeydi. المعنى العام عموم الناس لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن الله خص الأمة المحمدية بالفضل فمنحها السبق للخلائق يوم القيامة في الحشر والحساب ودخول الجنة وإن كانت هي آخر الأمم زمان وظهورا على وجه الأرض ففي مسلم نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu hadis bilen Allah Teala'nın ümmeti Muhammediyeni fazilet bilen xaslığanlıqını bayan kıldı. Şunlaşqa Allah Muhammed aleyhisselam'a ümmeti Muhammed'e kıyamet günü toplunuş, hesap veriş ve cennetke kirişte bütün kişilerden burun ilgirlikni yani ba'de. Gerçi bu ümmet vaqt cihetde ümmetin ahirisi, keliş cihetde zeminin yüzüge keliş cihetde mi ümmetin ahirisi bolsa mı? Bunu Müslüm'de biz dünya ehlinin ahirisi kıyamet günü ularga kişilerden burun hüküm kılındıgan evvel kişiler dedi. وأوضح في باقي الحديث ميزة أخرى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم حيث كان قد فرض على أهل الكتاب وعلى محمد تعظيم الجمعة والقيام بالذكر والشكر والعبادة فيه فاختلف أهل الكتاب ونازع اليهود نبيهم وجادلوه في أن يبدل لهم هذا اليوم بيوم السبت فجعل عيدهم كما خالف النصارى وغيروا وبدلوا بعد رفع المسيح وجعلوا عيدهم يوم الأحد واستقر حالهم على ذلك. Hadisning oyoq tarafida Payg'ambar alayhisolatu vasallam ummati Muhammadning yana bir alohidaligini aytib berdi, ro'shanlashtirib berdi. Chunki ilgiriki ahli kitobga va Muhammad alayhisolamning ummatiga juma kunini ulug'lash, zikr aytish, shukr qilish va o kunda ibodat qilish farz qilingan. Ahli kitob bo'linib Yahudlar payg'ambari bilan talash tartishib, o payg'ambari bilan jidallashdi. Ularga shu kunning shanba kuni qilish qilishlikda jidallashdi. Ve o gün ulanın Eid günüsü bayram günüsü kılındı. Şunundaki Nesaralamı ihtilaflaştı, özgertti. Mesih Aleyhisselam asman kötelgendekin almıştıydı. Eidini yaşam mükellef kıldı.
Ularning ahvoli bu ishqa, buningga muqimlashdi, ya'ni yakshanbaga. Va hakaza kana ixtilof ahli kitob fil yawm allazi farazallohu alayhim falam yahtadu lahu va dakharallohu li ummati Muhammadin va hadaha ilayhi bi fazli. Ahli kitobning shunda ana shuning o'xshash bo'ldi ahli kitobning ixtilofi. Allah ularga farz qilgan kunda ayna bo'ldi. Ular u kun uchun yo'l topolmadi. Uni Allah subhanahu va taolo Muhammad alayhisolamning ummati uchun elib qo'yib, ummatni u kunga o'zining fazli bilan yetakladi. Ular bizga ergishdi. Chunki biz jumani juma bilan boshlaymiz. Shanba bo'lsa jumaning oxirisi keladi. Yakshanba bo'lsa shanbaning oxirisi keladi. Payg'ambarimning insonlar bizga u kunda ergash kuchi degani shu. Biz jumada boshlasak bayramimizni, Yahudlar shanbada boshlasa, Hristiyanlar yakshanbada boshlasa bizga ergishadi. Demak, yanılar biz yetakchi, bosh ummatning oldida maqadiganlar. Dunyoning to'g'ri yo'linishini biz ko'rsatganlar. Xuddi ular bizga oxiratda hisob berishda, jannatga kirishda ergashuvchi bo'ladigandak. Biz ularga dunyodagi fazilat bilan ilgir, qiyomat kunidagi maydondagi fazilat bilan ilgir. Lekin ular kitobni bizdan burun berildi ve biz onu ulardan keyin berildik. Vallohu alam, Allah bilguchi dedi. Demak, bu hadisda birinchi Muhammad aleyhissalatu vesselam'ning ummatining xususiyati chiqsa, ikkinchi ittifoqlik bilan hidoyatni qo'lga olg'iladi bo'ladiganligi chiqsa, uchinchi Yahud Nasara ummatga, islom ummatiga tobi ekanligi, davomli bu ummatga ergishadiganligi bu hadisdan chiqadi birodarlar. Al-Mabahisul Arabiyya Arabcha tadqiq qilingan so'zliklar. Al-Akhirun degan allazina ja'u akhirul umam zamanan fid dunya. Vaqtda dunyoga ummatlarning oxirida kelganlar. Sabiqun al-awwalun al-mutaqaddimun ala ghayrihim manzilatan va karamatan. Yani boshqalarga martaba va hurmat jihatda ilgiri bo'lgan birinchi kishilar demak. Yawmal qiyama degan fil hashr cho'g'lanish, hisob va ularga kishilardan burun hukm qilinishda ilgiri. Jannatga kirishda ilgiri demak. Bayda g'ayriga o'xshaydi. Vazni, ya'ni qurilma, ma'no, i'rob jihatda g'ayriga o'xshaydi. O'xshash farqi yo'q. O bayda bu yerda mustasno bo'lish asosan zavor qilinadi. Buni o'rni g'ayra anna bayda annahum degan bu yerdagi istisno bu. Mustasno bu. Bu an va anning silisiga izof qilishni lozim tutilgan ism. Davomli an izof qilinib keladi. Buni annahum deb. Ma'a ma'nisi bilan bo'lishmi to'g'ri, o chaqda zarb bo'lib zivor qilingan bo'ladi. Ma'a ma'nisida kelsa. Ma'na uning asosan go'zaldir. Ma'a ma'nisi bilan kelsa bak go'zal. Annahum zimir ahli kitobga, ya'ni Yahud Nasaraga yanıda. Kitap, Tevrat, İncil iliplam buningda ehli xorici uchun. Dilinde cinsi üçün. Bu yerde sizler nahu balagat okusanlar bilirler. Elif lam'ni 5 xilga bilamiz. Elif lam ehdi zihni, elif lam ehdi xorici, elif lam cinsi, elif lam istigraq, elif lam huzuri. Yoki yana bir ma'no bilan elif aytganda elif lam ta'rif 6 xil turga bo'linadi. Bu yerdagi ma'nolar bu elif lam yoki elif lam ehdi zihni yoki elif lam cins. Elif lam cins bo'lganda mutlaq kitob degan ma'noda.
Eliplam ehli zihni bo'lganda, eliqi bizning kallamizda tunilgan Yahudlarninki kitobi Tavrat, Injil degan ma'noda. Farazallahu summa haza yawmuhum. Haza degan ishorat o'rindan tushunilgan juma kungadir. O'rindan, shu o'rindan summa haza degan shu. Farazallahu alayhim degan faraza alzama ma'nosida, avjaba ma'nosida vojib qilgan edi. Maf'ul mahzub. Taqdiri farazalloh. Alloh ularga u kunni ulug'lashni farz qilgan va u kunda yig'ilishni farz qilgan, to'planishni demoqchi. Fannatu lana fihi taba' degan tafriq uchun. Ya'ni turlashtirmoqchi hamda. yoki tasabbub sabab uchun maqsad odamlar bilan Yahud Nasoralar ilm buningda xorij uchun. Fannasu degandagi ilm xorij uchun. Utul kitabi min qablina degandagi. Al-Yahud gadan ining bilan shanba maqsad. Nasara ba'da gad ining bilan yakshanba maqsad. Gadan ba'da gadin, bu yerdagi gadan ba'da gadin, gadan bir gadanma. Ba'da gadin oldidagi mubtadadan xabar, an-nasu degan mubtadadan xabar. Buningda xabar berish yo'q zarf zaman bilan. Va laysa fiha al-ikhbar bi zarf zaman. Buningda zarf zaman bilan xabar berish yo'q. Jussidin, ya'ni bir zotdan. Chunki kalam muzafning hazf qilinishi ustiga qurilgandir. Taqdiri ta'yidul yahud gadan va ta'yidun nasara ba'da gad. Yahudlarning ayib qilishi ati bo'ladi, xristianlarningki atidan keyin bo'ladi. Mushuning bilan zaman xabarga o'ladi, ism manajatda ism bo'lib, bizning savmul muslimin gadan deganimizga o'xshaydi. Fiqhul hadis, hadisninki mazmuni. Fi ba'd al-asar anna Musa alayhissalam ayyana lahum yawm al-jum'a wa akhbarahum bi fadilatihi فنازروه وقالوا يا موسى إن الله لم يخلق يوم السبت شيئا فاجعله لنا واختلفوا فيه فأوحى الله تعالى إليه دعهم وما اختاروا. وقال النووي يمكن أن يكونوا أمروا به صريحا فاختلفوا هل يلزم بعينه أم يسوغ إبداله بيوم آخر فاجتمعوا في ذلك فاختاروا. بعض أثرlarda Musa alayhissalam ularga juma kunisida tayin qilib, muayyanlashtirib bergan va ularga jumaning fazilatini xabar bergan deb kelgan. Shunlashqa ular Musa alayhissalam bilan munozirlashib, "Ey Musa, Alloh shanba kunlikda hech narsani yaratmabdi. Shuna u kunni biz uchun ayt qilib bersang" degan va Musa alayhissalam bilan ixtiloflashgan. Allah subhanahu wa ta'ala Musa alayhissalamga nimani tanlasa shuning bilan qo'ygan deb vahiy qildi. Da'hum va maqtaru degan nimani tanlasa shuning bilan qo'y. Maydida. Navaviy munda dedi. Ular u kunga uchuq buyurilgan bo'lishi mumkin. Shu kunni deb. Ular u kunning o'zini ular ixtiloflashdi. U kunning o'zi lozim kelamdi yoki u kunni yeni bilak bir kunga almashtirishmi to'g'rimi deb. Bu haqda birlikka kelib xatolashib ketdi. Ya'ni shu kunning o'zini Alloh bekitib bersa, shu kunning o'zimi yoki bilak bir kunni tanlasak bo'lamdi deb ixtiloflashib, shanbani tanlab qolgan, xatolashgan. وروى التبري بإسناد صحيح عن مجاهد في قوله إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه قال أرادوا الجمعة فأخطأوا وأخذوا السبت مكانه. إمام التبري صحيح سند يعني bağlantı bilen Mücahid'den rivayet qilib Allah'ın şembi gün o kunni bo'langan ixtiloflashganlarga bekitib berildi degan so'zida mundaq dedi. Ular jumani iroda qilgan, xatolashib shanbani uning o'rnidan tutib qoldi. Asli jumani topmoqchi edi. Talash tortishdi, bo'landi, parchalandi, nechaga ayrildi.
ahiriste Allah subhanahu ve taala ulanı muvaffak kılmadı, şembini onu tutup kaldı. Vakal İbn Battal mundaq dedi. Maksat cuma günüsü ulağa muayyen farz kılıngan emas. Cumani iniq bekitip Allah taala farz kılgan emas. An ula onu koyup koygan emas. Çünkü bir adam üçün Allah onunla bir narsani farz kılsa, o mumin botken koyup koyaş to'g'ri emas. Şo'la onu koyup bana aldı deganlik mumin emas, mumin bo'lmaydi. Muayyen bir kunni tutqan Allah belgilab bergan emas dedi. İnnema yedullu vallahu alem ennehu furiza aleyhim yevm vukkile ila ihtiyarihim liyuqimu fihi şeriatahum fahtelafu fi eyyil eyyam huve ve lem yehtedu li yevmil cum'a. Fakat Allah kalbisini bile, vallahi alem Allah kalbisini bile, ularga bir gün farz kılınganlığı, ularning ixtiyoriga o kunda shariatini tug'izish uchun topshirilganligi, ular qaysi kun ekanligida o kunning ixtiloflashganligi dalalet kılıdı bu Allah Teala'nın sözü. Ve ular cuma günüsüne ne tapanmıganlığı, ular miyahtada ular cuma günüsüne tapanmıdı, bunu da kılıdı. Dedi İbn Battal. Ve zahiru ennehu ayyenehu lehum لأن السياق دل على ذمهم في العدول عنهم فلو لم يعينه لهم ووكل التعيين إلى اجتهادهم لكان الواجب عليهم تعظيم يوم الله بعينه فإذا أدى الاجتهاد إلى أنه السبت أو الأحد لزم المجتهد ما أدى إليه الاجتهاد ولا يأثم ويشهد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم. İniq zahir degan iniq mazmun şu ki Allah Teala o kunni ularga muayyanlashtirib bergan. Falan pokuni deb iniq belgilab bergan. Çünkü mazmun ularning o kundan chatnab ketganligi haqida sökkan ayiblig'ini dalolat qildi. Agar Allah o kunni ularga muayyanlashtirib bermagan bo'lsa ve muayyanlashtirishni ularning ijtihodiga topshirgan bo'lsa, cho'qim ularga vojib bo'lgani muayyan bo'lmagan bir kunni kattalash bo'ldi. Muayyan bo'lmagan bir kunni kattalash vojib bo'ldi. İjtihad o kunning shanba ekanligiga elib borsa yoki yakshanba kunligiga elib borsa, mujtahid ijtihadi elib borgan narsani lozim tutibdi va gunohkor bo'lmaydi. Buningga payg'ambar alayhisolamning so'zi guvohlik berdi. Haza yawmuhumullazi faradallohu alayhim. Mana bu kun yakshanba juma kuni deb Rasululloh bayon qildi. Unda bo'lganda agar muayyanlashtirishni Alloh taolo o'zimizning ixtiyoriga topshirgan bo'lsa, hammamiz birlikka kelib shanba deb muayyanlashtirgan bo'lsak, o kun gunohkor bo'lmaydi-ki. Ammo Alloh subhanahu va taoloning innama ju'alas-sabtu alallazina ixtalafu fihi degan bu kun buning o'zi so'zining o'zidan o muayyanlashtirilgan, ammo ular o muayyanlashtirilgan kunni tashlab bilak bir kunni talab qilgan degan gap chiqadi. وإنما اختار اليهود يوم السبت لزعمهم الفاسد أنه فرغ الله فيه من خلق الخلق فقالوا فنحن نستريح فيه عن العمل ونشتغل فيه بالعبادة والشكر لله. Yahudiler şembini talladı. Ula buzuk davası asasen Allah Teala şembi günlükte kişilerini yarışını baka buldu. Degan buzuq davası asasen. Ular bunda dedi. Biz o günde hizmet qilmay dam olamiz. O günde ibadet bilan mashg'ul bo'lamiz. Allohga shukr bilan mashg'ul bo'lamiz. Chunki Alloh taolo ishni tugatgan kuni shu bo'lgan degan, shu kunni Alloh taolo dam olgan, aramagan kun bo'lg'achqa biz ana shu kunni o'zimizga dam olish kuni qilamiz. Vaqtaran nasara yawmal ahad. Hristiyanlar yakshanba kunlikni bayram kunisi tanladı. Çünkü o Allah Teala o kunda
kishilarni yoritishni, ya'ni mahluqotlarni yoritishni boshlagan tunji kun. Shunga u kun ta'zim ulug'lashga tegishli. Va ular bu bir dalili. Va ular da'vo qilganlik uchunki Masih alayhisalom dog'i esilib, ko'malgandan keyin qabrdan chiqib, osmonga ko'tarilib ketdi, chiqib ketdi yakshanba kunlikda deb da'vo qilganlik. Shunlashqa ular u kunni bayram qildi. Tavratning shariatiga, Tavratning qonuniga qarshi muxolif holatida mansub qilmagan ol qonunni Masih alayhisalom u bo'lgan chaqda ular o'tirishda. Tavratning qonunini Masih alayhisalom ular orasida barchaqni mansub qilmagan, amaldan qoldirmagan. Shu qonunga xilof yakshanba kunni bayram tutdi. Va tariqul hidayah ila zalikal yawm yahtamilu wajhayn. Shu kunga yo'l tepish yo'li ikki ehtimolli ikki yo'lni ehtimol tutadi. Ahaduhuma an yakuna Alloh qad nassalahu alayna, qad nassalana alay. Birinchisi Alloh taolaning bizga u kunni uchuq deb bergan bo'lish, buning ehtimoli bor. Lima ruya annan nabiy sallallohu alayhi vasallam rivoyat qilingan hadis asosanki payg'ambar alayhisolatu vasallam uni vahiy bilan bildi, u payg'ambar Makkada va u kunda jumani o'qishga qodir bo'lolmadi. Shunlashqa payg'ambar musulmonlarni Madinaga kelgan tunji kuni jug'ladi. Buni Ibn Ishoq va uningdan boshqalar tilga oldi. Mana bu ulamolarning deyishicha ikki xil chiqdi. Cuma Mekke'de farzullah bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Mekke'de o'qishga qodir bo'lmagan, o'qimagan. Shuning uchun Madinaga borgandan keyin o'qidi deydi. Unda bo'lgan chaqda Alloh taolaning uchuq nassi bilan bizga u kunni juma kuni muayyanlashtirib bergan. Ikkinchisi bu kunga yo'l tepish ijtihod bilan bo'ladi. Ijtihod orqali yo'l topganmizmi? Kama yadullu lahu Mursal ibn Sirin inda Abdurrazzaq bi isnadin sahih. Buningga Abdurrazzaq sahih isnad bilan keltirgan İbn Sirinning mursal bir hadisi var. Buningga dalolat qiladi. Buning lafzi jamaa ahlal Madina qabla yaqdimaha sallallohu alayhi vasallam وقبل أن تنزل الجمعة قالت الأنصار إن لليهود يوما يجتمعون فيه كل 7 أيام وللنصارى مثل ذلك فهلم فلنجعل يوما نجتمع فيه نذكر الله ونصلي فيه فجعلوه يوم العروبة اجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ وأنزل الله تعالى بعد ذلك إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وهذا وإن كان مرسلا فله شاهد بإسناد حسن أخرجه أحمد وداود وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وغيره من حديث كعب بن مالك قال كان أول من صلى من الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسعد بن زرارة. أهل Medine ahli u Madinaga payg'ambar alayhisolatu vasallam kelishdan burun jug'lashdi va juma farz qilinishdan burun jug'lashdi. Ansarlar bunday dedi. Yahudiylarning har 7 kunda jug'lashadigan bir kuni ekan. Nasaralarning shunday ekan. Kelinglar, bizmi uningda jug'lashadigan bir kunni qilayli. Allohni aslayli, uning kunda namoz o'qayli dedi. Ular o kunni Aruba kunisi qildi. Ular As'ad ibn Zurarning atrofiga to'plashib, As'ad ularga shu kunlik namoz o'qib berdi. Alloh taolo shuningdan keyin juma kunisi namozga chaqirilgan vaqtda Allohning zikriga yuguranglar dedi. Bu gapni ching tuting va hada degan bu gapni ching tuting. Agarchi bu mursal bo'lsa-mu, uning shohidi bor Hasan isnad bilan. Bu isnadni Ahmad, Davud, Ibn Majah chiqargan. Buni Ibn Xuzayma va boshqalar sahih degan. Ka'b ibn Malikning hadisidan dedi o Ka'b, bizga jumani o'qib bergan kishining avvali Rasululloh Madinaga kelishdan burun As'ad ibn Zuray edi dabba. Ibn Sirinning mursal hadisi ashabalarning juma kunisini ijtihod bilan tanlaganligiga dalolat qiladi.
Demek iki xil ihtimal her ikisi var. Allah Teala belgilep bergen veya ki Müslümanlar özü tayin kılıp tapkan demektir. قال الحافظ في الفتح حافظ yani qaysi hafiz dese Hafiz ibn Hajar el-Qastullani Fathul Bari fil Fath degan Fathul Bari namli kitobda bunda dedi. Ve la yemna'u zalika en yakuna an-nabiy alimahu bil vahyi ve huve fi Mekke ve lem yetemekken min iqametiha hunak. Bunda dedi. İki rivayetning o'rtasida juglapçı. Bu As'ad ibn Zurara Cuma kunligiga sahobalarni yig'ib shu kunlikda Jumani o'qib, namozlarni o'qib qilganligi Payg'ambar alayhisolamning uni vakkira holatida vahiy bilan bilganligini to'smaydi. Va Payg'ambar alayhisolam va Payg'ambarning u namozni shu kunlik o'qishga qodir bo'lmaganligini to'smaydi. Ana bilan munosabat. Rasululloh bilgan, ammo shu qilmagan. Ammo sahobalar qilgan bu yerda qilgash turgan. Shunga Rasulullohning bilganligi, uni qilganligi bu yerda vahiy bilan sabit ekanligi bu yerda zid emas. Qad warada fi hadis Ibn Abbas inda Daruqutni. Bu haqda Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhudan Daruqutni'da rivoyat qilingan bir hadis keldi. Shunlashqa jama'a bihim awwala ma qadima al-Madina kama haka Ibn Sa'd va g'ayru. Shunlashqa As'ad ibn Zurara o sahabalarni Peygamberin Medine'ye gelgen tuncu günüsü cuğladı. Bunu İbn Sirin ve onun başkaları hikaye kılganlar. Muşunun asasen Cuma'ya yol tepiş bayan tarafından mı, tevfik tarafından mı nime boğan, hasılı boğan. Bayan tarafı Allah Teala bayan kılgan. Tevfik tarafı Müslümanların iştihadar kılıp şununla yol tevfik boğan. Demek ne bila bolsun ki bugünkü uluglanayotgan dam olish uchun, aram olish uchun bekitilayotgan shanba, yakshanba ozli kunlar qolsak, ozli kunning shar'iy asosi bo'lsa-mu, shanba, yakshanba kunlarning shar'iy asosi yo'q. Va la yuqal inna yawmal jum'a masbuq bi ahad wa sub wa sabt. İz la yatasawwar ahad İctima el-eyyam es-selâs-ı mutalaviye illa ve yekûne yevmel cuma sabiq. Cuma günüsü şembe yakşembeden burun idi değil misin? Çünkü hiç kim 3 günün aqaqıdan kelişini tasavvur kılmaydı. Eğer anda demesi olsak cuma günüsü sabiq oludu. Anda olsa cuma, şembe yakşembeden cuma burun dediğen gap, şembe yakşembe cuma üçüncüsü bir gün okşaş birbirine bağlanan diye çıkıp kaldı. ويؤخذ من الحديث حديث الذين يقولون أن الجمعة فرض على المسلمين لقوله فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له. Cuma Müslümanlara farz. Allah farazallah, Peygamberim farazallahu aleyhim. Allah onlara farz kıldı. Ular o gün ihtilaf düşüp kaldı. Şunlaşta bizden Allah o gün için hidayet kıldı degan sözüge asasen. Çünkü asli Allah ularga ve bizge farz kıldı. Ular ezip ketdi, biz to'g'ri yo'l topdik dedi. Buni kutiba alayna degan bir rivoyat İmam Müslim'ninki. Qo'llaydi bu degan gapimizni. Ayna bir rivoyat var. Allah ularga bizge farz kıldı. İkinci ennel hidayete vel izlal min Allah ve haza yuvafiqu mezheb ehli sünne. Hidayet bilen azdırış Allah Teala'nın işi. Bu ehli sünnet vel cemaatinin mezhebine uygun var. İnsanın kolda emas, Allah'ın kolda. Allah'ın tevfiki bilen. Üçüncü enne selametel icma minel hata mahsusun bi ümmeti Muhammed. Haysu ecma'al yahud ve nasara ala gayrılah. Üçüncüsü hatalıktın, eziştin, birlikninki salamet kılışı Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine mahsus. Çünkü Yahud Nasara alımı hakkının gayrıga birleşti. Mana Şembini tutuştu birleşti, yakşambini tutuştu birleşti, etkili tutuştu. Ama hata yaptı. İslam ümmeti bütün hemmesi birden nima qilmaydi? Xatolaşmaydi. Oldinda degandek, cho'qim 10 odam bo'lib qolsa, o'nning birida yo ikkida yo uchta hidoyat bo'ladi-da. Agar o hammasi birlikka kelsa, umumatan hammasining hidoyat topishgan ehtimoli bor. Shunga islom ummati jamoatdan, birlikdan, ittifoqdan va umumiy bir gavdadan mutlaq ayrilmaslik kerak. Chunki gavda azmaydi, jamoat azmaydi, ummat azmaydi, ammo shaxs nima azsimi va to'g'ri yo'l topolmay qolsin.
Dördüncüsü, ennel ictihade fi zamani nuzulul vahiy caiz haythu ictihade sahabe vel medine. Dördüncüsü, vahiy çuvatkan vaktin özüde mu ictihat kılış duruz. Çünkü sahabeler ictihat kılıyor Medine'de. O vaktin Mekke'de vahiy çuvatkan ayada Medine'de de sahabeler veriydi. Beşincisi, ennel cum'a evvelu usbu şer'an. Cuma şeriatta haftanın birinci günü cuma. Bununla haftanın hemmini cuma dep ataşma dalalat kıldı. Ular haftını sebt dep ataştı. Haftalarını sebt dep kalısı birinci cuma dep ataştı. Fi delil ala ziyadeti fezli ümmeti Muhammedin ve enneha isteslemet li hükmüllahi teala ve ma ihtara li ibadihi. Bunun da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ınki faziletinin, ümmetininki faziletinin ziyadılıkı delil var. Ve o ümmet Allah'ın hükmüne teslim boğallığı ve Allah Teala bendeler için tanılan nesine teslim boğallığı delalet var. Buna bu ümmet tanıdı. Allah Teala demedi taktablığa olsun tanıdı. Demek bu hadis bizge Cuma'nın, cemaatinin, Cuma gününün fazileti hakkında Allah'da ders verdi buralarla. Cuma günü mü olur? Cuma namazı mı olur? Cemaat mi olur? Ve hatta cemaat çokum hidayet var. Ve başkalarının ezip ketkenlikini, hatalaşıp ketkenlikini biz muhtemelen verdi. Allah subhanahu ve teala her daim hak bilen birlikte kılsın. Allah her daim hakkının üstüde kılsın. Allah subhanahu ve teala bu din, bu ilim arkalık hakkının hizmetini kılgınlısı olsun. Onun Allah subhanahu ve teala bu din, bu ilimni her bir aile, öy, her bir şahs yetkizişke vesile boğan, sebepli boğan Allah, doğru yol versin. Ve akıl davranın. Elhamdülillah.